Bugun vitaminlarga boy salat o'rganamiz. Qani boshladik. Qiziljoylar, birinchi ishimizni yarmini mayda somoncha qilib to'g'rab olishdan boshlaymiz. Ya'ni qattiq joylari bo'lsa olib tashlaydi, qildek qilib to'g'raysiz. Qiziljoylar, salatimizni yana ham mazasini ochib qo'yish uchun o'zimizning ichki suv solamiz. Qiziljoylar, salatimiz tayyor. Endi eng chiroyli joyi bu stolga chiroyli podacha qilishimiz. Albatta, souslardan foydalanishingizni maslahat beraman.